ma'rifat chiroqlari. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum, qadrli va muhtaram muxlislar. Yana bir ma'naviy diydor lahzalarida barchangizni xush ko'rdik. Ulul azim payg'ambarlardan biri Muso alayhissalom va ularning hayotida muhim o'rin tutgan ayollar mavzusi bugungi dasturimiz davomida sizlarga taqdim etiladi. O'tgan suhbatimizda boshlangan ushbu mavzu sizlarni qiziqtirgan bo'lsa, demak ayni paytda mavzu davomini tinglash uchun ham biz bilan birgasiz deb umid qilamiz. Insoniyat hayotining eng muhtasham tarixiy qissalari bayonini bizlarga yetkazishda hamkorlik qilib kelayotgan olima Odinaxon Muhammad Sodiq har doimgidek biz bilan birgalar. Odinaxon, sizni navbatdagi yana bir dasturimizda xush ko'rdik. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa behad hamd sanolarimiz, payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomga eng afzal salatu durudlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohning haq payg'ambari Muso alayhissalom tarixi musulmon ahli uchun ham iymon yo'li ustidagi bir pog'ona desak, yanglishmasak kerak. Chunki Allohning barcha payg'ambarlariga teng ravishda iymon keltirish islom ummatining ham sharafidir. Dasturimiz mavzulari bevosita ayollar bilan bog'liq bo'lgani uchun asosiy urg'uni hamisha shu nuqtaga urib kelmoqdamiz. O'tgan suhbatimizda Muso alayhissalom hayotidagi 3 ayol, ya'ni ularni dunyoga keltirgan onalari, opalari va butun islom ahli ham onamiz deya sharaflaydigan ayol, Firavnning xotini Osiyo onamiz haqidagi ma'lumotlar va ularning Muso alayhissalom hayotidagi o'rnlari haqida suhbatlashgan edik. Muso alayhissalomning hayoti saqlanib qolinishida Osiyo onamizning o'rni juda katta bo'lgani uchun bu qissada eng ko'p tilga olinadigan ayol ham ayni ulardir. Suhbatimiz avvalida tinglovchilarimizga Osiyo onamiz haqida batafsilroq ma'lumot berib o'tsangiz. Imom Qurtubiy o'zlarining tafsirlarida aytib o'tadilarki, Osiyo Musoga iymon keltirgan edilar. Vaqtiki Fir'avn ularni iymonlarini bilib qoldi. Keyin azoblash uchun tashqariga chiqardida odamlardan, ayollardan so'radi. Mana bu ayol haqida nima deb o'ylaysizlar dedi. Insonlar uni haqida yaxshi gaplarni aytib, maqtov so'zlarini gapirdilar. Lekin Fir'avn aytdiki, mana shu siz maqtayotgan ayol meni Xudo ekanligimga kufr keltirdi. Menga ibodat qilmayapti degan. Bo'lmasam uni falon qil, pismadon qil, o'ldirib yubor degan gaplarni gapirishdi. Shunda qoziq o'rnatib 4 ta qoziqqa Osiyoni qo'l oyoqlarini bog'ladi. Osiyo esa Tahrim surasida keladigan mashhur oyatni aytib, Osiyo haqlarida o'sha oyatda zikr qilinadi. Robbibni li indaka baytan fil janna. Robbim o'z huzuringda men uchun jannatda bir baytni, uyni bino qilgin degan gaplari bor. Ana shu gapni qiynoqda yotganlarida aytgan ekanlar. Bu gapni aytayotgan paytlarda Fir'avn kelib qolibdi. Keyin Alloh taolo ularga jannatdagi manzilini ko'rsatganda kulgan ekanlar. Osiyo kulganlarini ko'rib, Fir'avn qarang, yana fitnani boshlab aytibdiki, mana sizlar maqtayotgan ayol jinni bo'lib qolgan, azobda yotib ham kuladimi degan. Ana shu paytda ruhlari chiqib ketgan ekan. Alloh o'z yo'lining roziligini istagan iymon sohibi va sohibalarni azob ichiga tashlamas. Ya'ni odamzodning ko'ziga ko'rinmaydigan muhofaza tadbirlari behisobdir Allohning. Osiyo onamizga ham zohiriy ko'zlar ko'rib turgan azoblarning begona qilingani, ularning o'lim oldidan tabassum bilan ketganlaridan ham ma'lumdir. Butun insoniyat hayotining eng afzal ayollari safida bo'lgan Osiyo onamiz haqida ko'proq eshitsak yaxshi bo'lardi. Mana shu voqea haqida yana qanday ma'lumotlar, oyat va yoki hadislar bor?
Salman Farisiy roziyallohu anhuning aytib berishlariga qaraganda, juda ham quyosh qizdirib turgan paytda Osiyoni Fir'avn azobga solgan ekan. Ana shu quyoshni qattiq harorati tushgan paytda farishtalar o'zlarini qanotlari bilan Osiyoni to'sib turishar ekan. Qo'l oyoqlarini quyosh tagida mixlab urib parchallagan paytda va orqalariga og'ir toshlarni qo'ygan paytda Alloh taolo mana shu og'riqlarni sezmasliklari uchun Osiyoga jannatdagi makonlarni ko'rsatib turgan ekan. Ana shu jannatdagi makonlari durdan bo'lar ekan. Shuning uchun ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu ayolni maqtab aytadilarki, olamda eng afzal ayollar 4 ta. Mana shu yetarli. Ana ularni sanab o'tadigan bo'lsak, Maryam binti Imron, Osiyo Fir'avnning ayoli, Hadija binti Huvaylid va Fatima binti Muhammad deb aytgan. Boshqa bir gaplarida erkaklardan ko'plar kamol topdi. Ayollardan kamol topganlar esa ko'p bo'lmadi, magar Osiyo Fir'avnning ayoli, Maryam binti Imron, Oyshani fazli esa ayollarning ustidan bo'lgan fazli, Saridni boshqa taomlar oldidagi fazli kabi deb aytganlar. Mana ikkita hadislarda Osiyo onamizni fazilatlari haqida ochiq oydin aytib o'tilyapti. Bu ayol Fir'avnning ayoli bo'lgan, lekin ana shunday zolimga juft bo'lish bilan birga mu'mina bo'lganlar. Bu haqida Tahrim surasida keladi. Va daraballohu masalan lillazina amanu imra'ata fir'aun iz qalat robbi ibni li 'indaka baytan fil jannah wa najjini min fir'auna va 'amalihi va najjini minal qawmiz zolimin. Alloh taolo iymon keltirganlarga Fir'avnning ayolini zarbul masal qildi. U ayol aytdiki, Robbim, o'zingni huzuringda jannatda menga bir uy bino qilgin. Meni Fir'avndan va uning amallaridan najot toptirgin. Shuningdek, zolim qavmdan ham najot toptirgin. Bu duoni aytganlar, boyaga aytib o'tganimizdek, azobga tushganlarda ham aytganlar. Muqobilida Alloh taolo bu ayol uchun jannatda ulug' makonlarni, ulug' joylarni va ulug' hadiyalarni hozirlab qo'ygan. Mana shu ma'lumotlarni ikkinchi ayol shaxsiyat haqlarida gapirishimiz mumkin. Osiyo onamiz haqidagi ma'lumotlar uchun sizga katta rahmat. Mavzu davomida balki bu shaxsiyatga hali yana murojaat qilarmiz. Keling, endi ularning onalari va opalari mavzusiga qaytsak. Ya'ni Muso alayhissalomni daryoga oqizganlaridan so'ng onaning holi ne kechdi? Opalari bu o'rinda qanday vazifalarni bajardi? Ya'ni voqealar tafsiloti o'shandan keyin qanday davom etdi? Endi o'z o'rnida 3-shaxsiyatga o'tadigan bo'lsak, bu shaxsiyat Muso alayhisalomning opalari haqida. Undan avval yana bir bor onalari haqida eslab o'tiladi. Qur'onda aytiladiki, va asbaha fuadi ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Musoning onasining qalbi bo'shab qoldi. Mu'minlardan bo'lishi uchun qalbini mustahkam bog'lamaganimizda uni bildirib qo'yishiga sal qoldi. Vaqt o'tgan sari, ya'ni go'daklarini bir martagina emizib, qutiga solib, jo'natib yuborganlardan keyin qalblarida bo'shliq paydo bo'ldi. Boshqa narsalarni o'ylamasdan faqat farzandlarini o'ylaydigan bo'lib qoldilar. Qayerda ekan, kimni qo'lida ekan, yashayaptimikin, qaytib ko'rarmikinman degan xayollar bu ayolni qamrab oldi. Agar Alloh taolo qalblariga sabot bermaganida, iymonlarini mustahkam qilmaganlarida, Muso bu ayolning bolasi ekanligini bildirib qo'yishlari mumkin edi. Lekin Alloh taolo buni muhofaza qildi va qalblariga sabot berdi. Va qalat li ukhtihi qussi fa basarat bihi an junubin wa hum la yash'urun. U ona, u Musoning opasiga izidan bor dedi. Bas uni bir chetdan ko'rdi, holbuki ular sezmasdilar. Demak, bolasi haqida o'ylab fikr qilayotgan Musoning onalari o'ylab ko'rib keyin qizlariga murojaat qila boshladilar. Ya'niki Muso alayhisalomni opalari bor edi. Ana shu qizlariga sekin borib qarachi, nima qilyapti ekan, qayerda ekan, kimlarni qo'lida ekan, ahvoli qanaqa ekan deb aytdilar. Bu opa ham sekin borib, qayerdan oqizilgandi, qayerga kirgan bo'lishi mumkin, bir chetdan mushohada qilib qarab turdilar. Va harramna alayhi al-maradi'a min qablu fa qalat hal adullukum ala ahli baytin yakfulunahu lakum va hum lahu nasihun. Endi shu yerda bir ajoyib holat bo'lyapti. Bola qutiga tushib oqib bordi, Fir'avnning ayolining qo'liga tushdi, uni mehri tushdi Muso alayhisalomga va Fir'avndan saqlab qoldi. Fir'avn u zotni o'ldirmaydigan bo'ldi. Endi shu paytda bu emizikli bola edi, go'dak edi. Buni emizish uchun har xil emizuvchi ayollarni jalb qilishdi, lekin Muso alayhisalom hech bir ayolni ko'kragini olmadilar.
va bundan oldin unga emizuvchilarning harom qilgan edik va bundan oldin unga emizguvchilarni harom qilgan edik. Bas opasi, men sizlarga uni siz uchun kafillikka oladigan va unga nasihatgo'y bo'luvchi ahli baytni aytib beraymi dedi. Qarangki, muvofiq kelishini Alloh taoloning ishlariga qoyil qolmay, tan bermay ilojimiz yo'q. Ular farzand qilib tarbiyalashni qaror qilganlardan keyin bolani boshqa onalarni ko'kragini olmaydigan qilib qo'ydi. Shunda ular g'am tashvishga tushib har yerlardan emizuvchi onani qidira boshladilar. Mana shu qidirib turgan paytlarida izlab kelgan opalari ro'paro bo'lib qoldi. Borib ukasini topib qarasaki, ustida mana bu mashmashalar, muammolar bo'lib turibdi. Bolani qorni ochlikdan yig'layapti, lekin biror bir ayolni ko'kragini olmayapti. Bu bola yashab ketish uchun qornini to'qlash kerak, qorni to'q bo'lish uchun sut emish kerak. Shu fursatdan foydalanib haligi qiz, palonchini men bilardim, shuni men ko'rsatib beraymi sizlarga? Yaxshi emizuvchi bo'ladi. Emizish bilan birgalikda bola uchun yaxshi tarbiya va yaxshilikni ravo ko'ruvchi xolis kishilar bo'lishadi deb aytib olib ulgurdi. Chorasiz turgan odamlar darrov bu qizni gapini eshitgandan keyin bo'ldi, ko'rsat, bu muammoni tezroq hal qilaylik, bola och qolmasin, bola yashab ketsin degan ma'noda uning onasiga murojaat qilib, haqiqatda bola qarangki o'zini onasiga qaytib keldi. Allohga har ishda tavakkul qilish, taslimiyat bilan o'zini u zotga topshirish eng ishonchli najot yo'li ekani Muso alayhissalom qissasi bilan yanada oydinlashadi. Bu qissada eng ko'p tavakkul egasi u zotning onalaridir. Ya'ni qalbiga ilhom bilan bildirilgan vahiylarni hech bir taraddudsiz amalga oshirdilar va oqibatda yana o'z farzandiga o'zi ega chiqdi. Ushbu tarixga iymon keltirsakda baribir hayratimizni hech yashira olmaymiz. Chunki olamlar Robbi ushbu ona oldida va'dalarni bajardi. Bu haqda Qur'oni Karimda kelgan oyatlar bilan ham tanishtirib o'tsangiz. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Bas biz uni onasiga ko'zi quvonchga to'lishi, xafa bo'lmasligi va albatta Allohning va'dasi haq ekanini bilishi uchun qaytardik. Lekin ko'plari buni bilmaslar. Qarangki, boshidagi ilhom bo'lgan oyatda senga uni qaytaramiz deyilgandi. Mana shu va'daga vafo qilib Musoni qaytarishdi. Qaytarganda ham hech qanaqa xavf xatar bo'lmaydi yo'l bilan qaytdilar. Bunda Musoga ham, onalariga ham hech qanaqa xavf, tahdid yo'q. Xuddiki zohiran qaraganda bir emizuvchini jalb qilgandek bo'ldi. Qaytinga emizib berayotganlari uchun ulardan minnatdor bo'lishdi, ajr berishdi, lekin haqiqatda ona o'zini bolasiga ega bo'ldi. Bola o'zini haqiqiy onasini quchog'iga borib tushib, yana uni emib, uni qo'ynida ulg'aya boshladi. Allohni ishlari shundaydir. O'ziga tavakkul qilganda shunaqa nihoyalar bilan yakun topadi. Mana shular bilan Muso alayhissalomni yoshliklaridagi qissalarni aytib berishni maqsad qilgandik. Xulosa shuki, Muso alayhissalom voyaga yetgunlaricha 3 ta ayol bilan bo'lgan munosabatlarni zikri Qur'oni Karimda kelgan ekan. Bu o'zlarining onalari va saqlab olgan, tarbiyat qilgan onalari, ana shu saqlab olgan onalari eng afzal ayollar safida ekanlar. Shu bilan birga opalarini zikri ham Qur'oni Karimda kelgan ekan. Bu 3 ayol asosan onalik, bolaga g'amxo'rlik madhi bilan bu yerda maqtalyapti. Birinchisi dunyoga keltirgan ona va bolasi uchun xavfda bo'lgan, bolasini saqlab qolish yo'lida bor imkoniyatini ishga solgan ona. Ikkinchisi o'zi garchi dunyoga keltirmagan bo'lsa-da, onalik mehridan bir bolani saqlab qolib, uni ulg'ayib o'sishiga imkoniyat yaratib bergan onadir. Va yana birlari opa bo'lsalar ham o'zini ukasiga mehrli, shafqatli yashab qolishi, omonlikda bo'lishi uchun bor imkoniyatini ishga solgan opadir. Mana shundan biz xulosa qilib olamiz. Muso alayhissalom garchi xatarli paytda dunyoga kelgan bo'lsalarda, kelishlari bilan birgalikda o'sha zahoti hayotlari xavf ostida bo'lsa-da, Alloh taoloning rioyati, inoyati bergan va'dalari chindir. 3 ta ayolni vakil qilib bu zotni muhofaza qilib qoldi va bergan va'dalarini ustidan chiqdi. Eng qiziqarli joyi, hech kim sezmaydigan, hech kim bilmaydigan mo'jiza holatda haqiqatda ana kutilayotgan go'dak mana shu Muso alayhissalom bo'lishlari bilan birga dushmanni ichiga solib qo'ydi, balki dushmanni mehrini ham bog'lab qo'ydi bu bolaga. Alloh taoloning ishlari ana shunaqa ajoyibdir. Insoniyat o'tmishini, payg'ambarlar tarixini va islom aqidasini tartibli o'rganish
va unda yashay olish har birimiz uchun katta ne'mat va buyuk nasibadir. Ya'ni Allohning o'rgatganlarini o'rganishdir bu. Aynan tarixiy shaxsiyati ulug' bo'lgan ayollar mavzusi bugungi kun uchun ham nihoyatda muhim bo'lgan zaruratdir. Ulardan o'rganishimiz, ibrat olishimiz kerak bo'lgan jihatlar bisyor. Odinaxon, ushbu ilm darslari uchun Alloh sizdan rozi bo'lsin. Kelgusi suhbatlarimizda endi boshqa ayollar bilan bo'lgan munosabatlarni, zikrlarini aytib o'tamiz. Alloh subhanahu va taolo bu ma'nolarni, bu ilmlarni barchamiz uchun manfaatli bo'lishini o'zi nasib muyassar aylasin. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bu dunyo hikmatlar dunyosi. Kim nima qilsa, yaxshiligi ham, yomonligi ham avvalo o'zigadir. O'zini bilgan Allohni biladi. Chunki o'zlikda buyuk yaratguvchining muhri bor. Shu muhr barchamizni faqatgina yaxshi va ezgu amallar sari yetaklayversin. Niyatlarimiz pok, bajaradigan ishlarimiz xolis bo'lsin. Qalblarimizni ixlos va ixlos ila qilinadigan ezgu duolar, xayrli amallar va pok niyatlar aslo tark etmasin. Qadrli muxlislar, siz ma'rifat chiroqlari eshittirishida Odinaxon Muhammad Sodiq bilan Qur'oni Karimda ayollar masalasida kelgan oyat va hukmlar turkumidan Muso alayhissalom qissasi va ushbu qissada kelgan ayollar mavzusini tingladingiz. Suhbatni jurnalist Umida G'afforova tayyorladi va olib bordi. Rejissyor Erkin Irismatov. Navbatdagi diydor qadar siz bilan xayrlashamiz. Omon bo'ling azizlar.